noqonuniy bo'lgan multiradar bilan hozir tushib qonuniy gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yurist Jasurbek Naz qonuniy gaplashamiz kanal adminiman. Xo'p, aka, moslamani qiyoslash sertifikati bilan tanishmoqchiman. QR kod amal qilish muddati. Besh satimiz. Tak. 2016 fevral. Kopyasini bergan bizga. Asli bo'ladi. Bo'ldi, tekshiriladi ba'zida. Xo'p, aka. Meni qo'limda multiradar jarimasi turibdi. Keyingi boroqlarini agar ochadigan bo'lsak, sudda qarori turibdi. Ya'ni multiradar meni foydamga sud qarori ba'zilar ma'mur javobgar to'g'risida kodeksining 271 prim 1 ga asosan meni foydamga hal qilib bekor qilib bergan. Lekin men oddiy fuqaro bu multiradarlarni bekor qilish uchun nega ovora bo'lib yurishim kerak, aka? Mayli-ku, men ovora bo'lgani mayli. Men buni fuqarolik sudiga murojaat qilib, kamida 5 million kompensatsiya undirib olishga aqlim yetadi va topshirganman. Bu Sirdaryoni gaysi bo'ladi. Endi bu gayga minus tomoni men uchun 5 million so'm pul to'lab berish kerak bo'ladi-da. Birinchidan gayga minus. Bilsangiz, prezident qarori bor 3989 investitsion loyiha. Uni asnosida Vazirlar Mahkamasi 975-sonli qarorining 32-bandi bordi. O'z bilsangiz kerak, maxsus mayoqcha bo'lish kerak, yalt-yalt etuvchi tovush ishoralar bo'lish kerak. O'sha narsani aka bekor qilindi, o'shanga bekor qilinmadi, aka. Qilindi aka, bekor. Qaysi qaror bo'yicha? Qarangda, yanvar oyidan o'zi bizga shunaqa bo'ladi degan nima bor edi. Nima deydi? Legalka maxsus yonidagi nima? Siz menimcha 17-iyuldagi 429-sonli qarorni aytyapsiz. 2024-yildagini aytyapsiz, bu boshqa narsa. Siz aytayotgan narsa bekor bo'lgani yo'q. Men aka avtoyuristman, multiradarlarni bekor qilish, noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanaman-da, aka. Ko'rdingiz-a, o'zingiz uchun bilib oldingiz, noqonuniyligini men sizga ko'rsatdim. Endi-da, to'g'ri tushunaman. Siz prosta bajaruvchisiz, yuqori turuvchi organlar bor. Ichki ishlar vazirligi ijro etuvchi albatta, aka, Ichki ishlar vazirligi, administratsiya, prezident administratsiyasi hammasiga murojaat qilingan bu haqida. Biz bekor qilyapmiz, akalar, shuni qonuniylashtirib qo'yinglar yoki umuman bekor qilinglar desak ham rad javobi kelganda, aka. Tushunasiz? Oddiy xalq prosta qiynalyapti-da, bilmaganlar buni bekor qila olmaydi, qiynalib to'lab yurishadi, aka. Menga o'xshaganlar bo'lsa, bemalol bekor qiladi va har bittasidan ma'naviy zarar undiramiz-da biz. Men shu paytgacha multiradarlar 50 tasini bekor qilib kelganman, aka. Bir hafta oldin ham multiradarlarni bekor qilganman. Hozirgacha bu noqonuniy hisoblanadi. Ismim Jasur. Agentlikka rahbariyat tomonidan transport vositasi menga shaxsiy menga qarashlar bor. Agar rahbariyat tomonidan misol uchun ishga chiqilmasin degan topshiriq berilganda biz ishga chiqmaymiz. O'zingizdan bilasiz, bu topshiriq bajaruvchi. Agar ishga chiqsin desa, ishga chiqaraman. Endi shu nima deydi, yo'llarda avvalambor shu harakat xavfsizligini ta'minlash masalasi ishlab chiqarilgan narsa bu. Lekin xizmatdan yashirin olib borish taqiqlanadi-da. Bu avtomobilni men yashirin olib borayotganim yo'q hozir. Yaxshi olib borilyapti, sababini aytaman. Maxsus jihozlar bilan jihozlanmagan bo'lsa, uzoqdan kelayotgan avtomobilni sizning multiradar ekanligingizni nomeringizdan kelib keyingina ko'radi-da. Bu yashiringa kiradi o'sha. Chunki uzoqdan sizning patrul avtomobil ekanligingizni his qilmayapti. Tushundim. Qarangda, multiradar yoki bo'lmasa bu yoqda misol 70 aholi yashaydigan joyi 70 yurish kerak degan joyi ham yo'q-da, aka. Bunda shu radarni qo'yib turib, tezlikni kamaytirish kerak emas. Chunki bu radar chiqishdan oldin mana 100 ga kiraman, 100 ga nima 100 da yurmay 100 ga kir shunaqa gapsiz nimalarimiz ham bordi bilsangiz. Bunga xalq oddiy nimaga tushunmadi. Oldin mana bunaqa pistoletda nima qilardik radarlar bilsangiz.
turadi, mana prezident o'zi qarorini olib turib keldida, agar u misol uchun xohlasa, misol ishga chiqdimi, ishga chiqaradi aka. Agar ishga chiqman, nima deydi? Bugun misol uchun ishga chiqmishlarda chiqmanglar. To'g'risi-da, bu chunki mas'ullari bor, o'zlarini qabul. To'g'ri aka. Mana ikkita qarang. Multiradar prezident qarori bilan ishlayapti, lekin multiradarlar ishlashiga qarshi qonunlar tiqilib yotibdi-da. Endi qarang, ikkita qarama-qarshilik bo'lganda, Konstitutsiyaning 20-moddasiga asosan qonunchilikda qarama-qarshilik bo'lganda, foyda inson foydasiga talqin qilinishi konkretni yozib keltirilganda. Bu yerda ham arizamda ham konkretni yozilgan bu narsalar. Mayli aka, nima ham deymiz? Prosta o'zingiz uchun bilib oling, multiradar noqonuniy. Hozirgi amaldagi qonun bilan noqonuniy hisoblanadi. Bu narsani kecha ham bitta bolasi kim yosh kattaroq odam kelib ko'rsatdi menga. Ismi kim? Oddiy fuqaro u. Yurist bo'lishi kerak, ota. Ha? Yurist bo'lishi kerak. Mana Bobotga keldi, ko'rsatdi mana aka. Rekord bo'ldi. Noqonuniy bo'ladigan bo'lsa bekor bo'lsa, mana menga berilgan lokatsiya bo'yicha kelib xizmatimni davom ettiraman, vaqtida olib borib qo'yaman, o'zim ishim qilaman, to'g'risi. Xizmat tomoni yo'q, hisobingizlar. Mayli, prosta o'zingiz uchun bilib oling, aka. Mana shuni, o'zim mashinam, mana 184, bu ham 184. Mana shu qarorni men sizga topshiraman. Prosta o'zingiz uchun aka bilib oling. Sudda qarori ham oxirida yozilgan. Bo'ldi. Sog' bo'lasiz aka. Sog' bo'ling. Ko'rdinglar akalar, noqonuniy multiradar haligacha ishlashda davom etadi. Mana Chorraha bu Sirdaryo yo'li Baxtga ketish, Guliston Baxtga ketish yo'li. Sog' bo'lasiz.